Bu siz o'ylashingiz mumkin bo'lganidek diskoteka yoki pop oqshomi emas. Bu simfonik orkestr konserti. Ha, qozog'istonliklarning sevimli orkestrlaridan biri sahnaga chiqqan paytda mumtoz musiqa ixlosmandlari chinakam tuyg'ularini aynan shu xilda namoyish etadi. Алматинская группа GCS. Армения, вы меня знаете. Поднимаем здесь со мной. Спасибо, что вышли. Бежит вода границы, через много стран. А плывут птицы, ждет дальних океан. Ziyolilar, musiqiy ta'limga ega bo'lganlar, katta avlod vakillari, mumtoz musiqa shaydolari to'g'risida xuddi shunday stereotip tasavvur paydo bo'ladi. Garchi aksar hollarda mumtoz musiqa tinglovchilari turli yoshdagi zamonaviy, faol kishilar bo'lsa-da, ular musiqani yaxshi ko'radi. Bor yo'g'i shu. Qachonki ushbu boy torli kamonchali, puflanma, zarbli durdona, o'tkir nafis tovush bilan to'ldirilib, ustiga bir chimdim samimiy kechinma ham qo'shilsa, buning zavqini yetkazib berish imkonsiz. Birgina iloji odamning o'zi eshitib va his qilib ko'rishi. Для чего вообще существует музыка? Для того, чтобы, во всяком случае, мы четко знаем, что наша цель... Musiqa o'zi nima uchun mavjud? Biz maqsadimizni aniq bilamiz. Quvonch baxsh etish, odamlarda hayotda yuksakroq idealga intilishni uyg'otish. Bugungi kunda shunga o'xshash ko'plab loyihalar bor. Ular ham o'ylaymanki, xuddi bizdagi kabi g'oyalar asosida ishlaydi. Ammo yondashuv hammada har xil. Biz boshqalardan qanday farq qilamiz? Biz hamisha jonli chiqish qilamiz. Hech qanday ovoz yozishlar, playbacklar bo'lmaydi. Har doim jonli. Ijro samimiy chiqishiga erishishga intilamiz. Мы всегда играем живьем и стремимся в нашем исполнении всегда дойти до искренности. Понимаете, передать достоверность того, что композитор pisal, sachiyal. Tushunyapsizmi? Bastakor yozgan, ijod qilgan asarni ishonchli yetkazish. Har bitta so'zni o'ylaymiz. Albatta, har bir asarni ijro etayotganda deylik konsertda 15 ta asar bor. Если говорят, что у кошки 9 жизней, да, то мы проживаем здесь все 15. Потому что в каждой песне, в каждой композиции своя история. Aytish mumkinki, shu 15 ta hayotni yashab o'tamiz. Har bitta qo'shiq, kompozitsiya muallif baxsh etgan umriga ega. Bir qarashda bitta umumiy mavzu bordek, muhabbat, do'stlik, kechirish haqida. Ammo har bir qo'shiq o'z tarixiga ega. Men sezib turibmanki, biz bu tarixga qo'shilsak, u zaldagilarga yetib boradi va odamlar samimiylikni, iliqlikni his qiladi. И люди, поэтому они чувствуют тоже нашу искренность и теплоту, и они нас встречают всегда очень радушно. Retro kvartirnik orkestr Qozog'iston bo'ylab gastrolda olib yurgan konsert shunday ataladi. Dasturdan hammaga tanish va sevimli bo'lgan ko'plab asarlar joy olgan. Yerlan Bisembayev orkestrning asosiy vazifalaridan biri faqat tinglovchiga ma'rifat ulashish. Mumtoz musiqaning cheksiz oqimida unga yo'lboshchi bo'lishgina emas, balki zamonaviy tendensiyalarni ham hisobga olishda deb biladi. Musiqiy retro kvartirnik bu simfonik musiqa va elektr gitara Qozog'iston va xorij ijrochilarining asarlari. Программа подобрана такая очень специфическая. Мы затрагиваем многие поколения, скажем. O'ta o'ziga xos dastur tayyorlangan. Biz bir necha avlod davriga nazar tashlaymiz. Hatto mening bolalik, o'smirlik davrimga bizning konsertlar hammaga qiziq bo'ladi. Там, где кончаются слова, начинается музыка, и что язык музыки, он действительно, там не нужно ничего переводить. Bir faylasuf aytganidek, so'z tugagan joyda musiqa boshlanadi. Musiqa tili darhaqiqat shundayki, unda hech narsani tarjima qilish shart emas. И как вот, понимаете, есть из истории Михаил Чехов, когда был на спектакле, и он не знал. O'ylashimcha, musiqa yaxshi bo'lsa, ijro mukammal bo'lsa, u har qanday odamning qalbini asir eta oladi. O'z davrida Mixail Chexov bir spektaklda bo'lgan. U ijro etilgan tilni mutlaqo bilmasa hamki, undan ko'zida yosh bilan chiqqan.
как у Есенина, жизнь обмаз чарующей тоскою, да, когда вроде бы, как и у Лермонтова, там, в конце, что жизнь... Bizning eng asosiy vazifamiz nimada? Gohida odam qaysidir paytda yashash mazmunini yo'qotib qo'yadi. Hayotda esa ajoyibotlar ko'p. Konsertdan keyin odamlar uyiga ilhom bilan qaytishi, bu faqat vaqtinchalik holat ekanligi haqida o'ylashi. Bu yerga nimadandir chalg'ish maqsadida kelishi uchun va boshqa odamga aylanib chiqishi uchun. Чуть-чуть отвлеклись и вышли другими людьми. Mazkur orkestr nafaqat imij loyihasi, bu yana yosh ijrochilar uchun ijodiy laboratoriya hamdir. Yerlan Besembayev bu yerda ham dirijor, ham rahbar. Qolaversa u yosh iste'dodlar uchun murabbiy. Ortiqcha shovqinlarsiz, ortiqcha qattiq quruq gaplarsiz, to'laqonli o'zaro anglashuv, hatto repetitsiyalar paytida ular esa juda ko'p bo'ladi. Bu yerda quvvat va hissiyotlar almashinuvi yuzaga keladi. Har bir ijrochi nekbin kayfiyatda, har biri musiqaga bo'lgan ishonchga sodiq va musiqiy materialni yetkazishning o'zgacharoq shaklini izlab topishdan manfaatdor. Эти песни выбираются по общему исходу, да? Bu qo'shiqlar umumiy natijaga ko'ra tanlab olinadi. Men o'zimga yoqadigan qo'shiqni taklif qilaman. Dirijor o'zi yoqtirganini aytadi. Fikrlashamiz. Kollaboratsiya vujudga keladi. И вот зарождается такая вот коллаборация, такой вот, так скажем, Bu tabiiy ijodiy jarayon. Yaqinda ish boshlagan bo'lsak-da, kelajagimiz yorqin. Men bunga juda ishonaman. Chunki musiqachilarning bari yosh va istiqbolli. музыканты и очень перспективные музыканты. Hamma narsa raqamlashayotgan ilg'or asrimizda jonli ovoz odamlar uchun tobora qiziqarli va zaruriy bo'lib bormoqda va bu mutlaqo qoidalarga muvofiq jarayon. Zero, mumtoz musiqada raqobat deb atash mumkin bo'lgan kurash yuzaga kelishi, har qanday boshqa janrdagi musiqada bo'lgani singari, unda g'oliblar albatta mavjud bo'lishi kerak. Jonli chiqish, jonli san'at yashirinishga yo'l qo'ymaydi. Har bitta tovush ochilib qolgan asab tolasi kabidir. Как солист я прям чувствую эту свою нишу. Yakkaxon sifatida o'rnim shu yerda ekanligini his qilaman. Har bir inson tuyg'ulariga ta'sir qilishga intilaman. Донести о своих чувствах, что я переживаю. O'z hislarimni har bir kishiga yetkazishga urinaman. Shu haqda gapiraman, aytaman, jon kuydiraman. Ya'ni mening ijroyimda oddiy odatiy matn yo'q. Men har bitta tinglovchiga yetib borishiga harakat qilaman. Masalan, 1000 kishilik zal, o'z g'oyalarim, hislarimni, ko'nglimda tuyganlarimni ulardan har biriga yetkazib bersam deyman. Va albatta, bu ma'lum bir odamga bag'ishlanadi. Определенному человеку. Barchani muhabbat boshqaradi. Ayni shu tuyg'u odamga quvvat, ilhom beradi. Nafasni ichga yutib, ijod qilishga undaydi. Без любви нет музыки. То есть, когда есть... Sevgisiz musiqa bo'lmaydi. Yoningda qo'shiq bag'ishlash mumkin bo'lgan odam bo'lganida, o'ylaymanki, ushbu asarlar ich-ichimizdan, qalbimizdan chiqayotgan bo'ladi. Атмосфера у нас, в принципе, в целом и царит. Без любви нет muzika. Shu sababli bizda shunday muhit hukm suradi. Sevgisiz, tuyg'ularsiz musiqa bo'lmaydi. Men sevib qolganman. Bu juda ajoyib his. Qo'shig'ing aniq bir odamga bag'ishlangan. Men bundan katta huzur olaman. Я получаю от этого очень большой кайф. Без таких вот звоночков я тебе одиночка промахнусь, вернусь, ночью не заметит никто. Konsert uchun asarlarni tanlab olishda jamoat turtkini real hayot lavhalaridan va albatta o'zining lahzalik holatlaridan izlaydi. Konsert dasturi detallar va nyuanslarga e'tibor qaratish orqali shakllanadi. Tinglovchi xotiralar va orzularga berilishi uchun sezilar-sezilmas dilgirlik muhitini yaratadi. Orkestrda jam bo'lgan falsafa loyiha nomiga ham jo bo'lgan. TRC hammasi mayda-chuydasiga qadar o'ylangan, boshdan oyoq tuyg'ularga asoslangan.
Когда ребенок рождается, всегда имя дается со смыслом, глубоким, философским, правильно? И здесь это одно из составляющих слова катарсис. Bola tug'ilganida unga biror ma'no anglatadigan ism beriladi. Va bu katarsis so'zining tarkibiy qismi. Bu yunoncha so'z uyg'onish, poklanish degani. Bu qalbning qiynalishlar, kechinmalardan o'tib qayta tug'ilishi, vazifamiz odamlarni uyg'otish, hatto tushkunlik holatidan chiqarish bo'lishi mumkin. Shu sababli katarsis so'zining tarkibidan nima uchun liboslarimiz oq? Bu ham ramziylik. Shu tomonlama ham ajralib turamiz. Xuddi faqat biz ijro etadigan repertuar bilan farq qilganimizdek, barchasini shunday birlashtirganmizki, odamlar bu qo'shiq notanish ekanligini sezmasin va tushunmasin ham. Lekin u o'z davrida eng yaxshisi bo'lgan. Может быть, эта песня не знакома, но она лучшая в своем периоде. Мы не сами подросли, и этим миром дошли. И я не скрываю, что лишь теперь мечта. Но то все вошло в году, и я не знаю почему. Уехала ты в далекую страну. Uzundan uzoq emas. Qaysidir darajada insonning bir-biri bilan o'zaro munosabatlari haqidagi dardli asarlar tinglovchini ilk notasidanoq o'ziga jalb qiladi. Beixtiyor o'z tasavvurida yaratilgan lirik qahramonlarga hamdard bo'lishga majbur qiladi. Ong ostida ular obrazi, hissiyotlari, tasvirini chizadi. Kuylar o'zi bilan o'nlab turlicha voqealarni tashib yuradi. Qayg'uli va ruh beradigan, tashvishli va umid baxsh etadigan. Зачем ты пришла? Скажи. Для чего люди приходят, скажем, в театр, на концерты филармонии, концертные залы? Во-первых, пообщаться между собой. Odamlar teatrga, konsertlarga nima uchun keladi? Birinchidan, bir-biri bilan muloqot qilish, energiya almashish, tasodifiy tanishlarini uchratish uchun. O'zaro ta'sir bo'lmagan vaqtda chinakamiga ijodiy biror nima yuzaga kelmaydi. Чего-то, ну скажем так, действительно по-настоящему творческого, когда нет взаимодействия. Даже любой спектакль, когда играется, актеры, они ждут... O'zaro ta'sirsiz iloji yo'q. Har qanday spektakl ijro etilayotganida aktyorlar berilib ketishlarini kutadi. Bari chiqishlaringizda qanchalik samimiy bo'la olishingizga bog'liq bo'ladi. Bunda biz rasmiy tadbirlardan uzoqlashishga harakat qilamiz. Tomoshabin o'zini shu jarayonning bir qismi deb his qilishi uchun to'siqlarni olib tashlaymiz va u bilan muloqotga kirishamiz. Вот это вот действие, которое происходит на сцене. Спасибо, друзья! Спасибо большое, спасибо. Спасибо.